Aka, mana 4 ta kadastr, 24 sotuvli joyi kottejni garadok qilishingiz uchun idealni taklif. Fasadimizga keladigan bo'lsak, 72,6, uzunasiga bo'lsa 33 metr. Ikki yon taraflama ko'cha. Bunaqasiga 7 ta, narigi ko'chamizdan 7 ta qilib 14 ta kottej qurishingiz uchun idealni taklif. Mana shu shlaki blok bilan o'ralgan maydon bizning joyimiz. 24 sotixli joy. Okam bo'lib sotmayman dedilar. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, Yangi Hayot tumani Xushnut mahallasida joylashgan. Katta orientirlardan bittasi shunday yonimizda Minerva City bo'lgan. Bu yoq tarafimizda bo'lsa Abuzar 5 barmoqdan kirganimizda joylashgan. Qo'shnilarimizni narx-navosini 30 mingdan 35 minggacha so'rashayotgan ekan. Bizning joyimizda bo'lsa narxiga juda yaxshi. Qo'shnilarimizni ko'rayotganinglardek yangi xonadonlarni qurishyapti. Ya'ni bu mahallamizni o'zi yangi mahalla. Mana aka, siz quruvchisiz, to'g'rimi? Kelib bitta ko'ring bu joyimizni. 72 metr fasadga 7 ta uy bunaqasiga, 7 ta unaqasiga, xullas 14 ta chiroyli proyektni tushirib yuborsangiz, aka, bilasiz, o'zi bu yerda sпрос juda ko'p. Yangi mahalla, yana yangi siz kottejni garadok qurib qo'ysangiz, mana bu yerda yonimizda katta aleya bo'ladi, ko'cha, yonida korzinka yaqinda joy oldi, katta korzinka qurilyapti va ro'paramizda bo'lsa ko'p qavatli domlar ham tushgan. 24 sotixli joy bo'lib sotmayman dedilar. Agar bo'lib sotsalar, buni 3 sotixdan juda tez sotilib ketadi. 24 sotixi o'zini sotaman deb aytdilar. Qo'shnilar 30 ming, 35 ming bir sotixiga deb turgan paytda akamlar narxini 28,5 ming, albatta bu startoviy, siz keling 28,5 deyaptilar, o'tib beradigan joyi bor. Primoy, o'rtada hech kim yo'q, joyi egalarini, telefon raqamlarini yozib qoldiraman, bemalol kelib savdoni qilaverasiz.